Yuzingizni har xil vositalarda yuvib tozalayapsiz. Yuvuvchi vositalar yuz uchun qanaqa tanlanadi? Shu haqida gaplashamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchisi, yuvuvchi vositani pH. Normada teri pH 5/5, ya'ni kuchsiz kislotali hisoblanadi. Ko'pchilik qiladigan xatosi esa yuzni turli xil kir sovun, xo'jalik sovunlari, hattoki shampunlarda yuvish. Kir sovunini pH 9-11 oralig'ida, ya'ni ishqoriy muhit. Unda siz yuzingizni yuvsangiz, terini quritadi, himoya lipid baryerini olib tashlaydi va bu bakteriyalar ko'payishi uchun sharoit paydo qiladi va terida yallig'lanish yana ham kuchayadi. Ko'pchilik teri qurisa yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Bu xato fikr. Bunaqa kir sovunlarda uzoq vaqt yuvish terining qurishiga va erta ajinlar tushishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, teri turiga qarab yuvuvchi vositani formasini tanlashingiz kerak. Agar teringiz o'ta quruq va sezgir bo'ladigan bo'lsa, yuvuvchi vositamiz bizda krem gel formasida yoki yuvuvchi klinser, namlantiruvchi klinser formasida bo'lishi kerak. Uchinchisi, yuvuvchi vositaning tarkibiga e'tibor bering. Tarkibidagi yuvuvchi vosita, ya'ni PAF bu agressiv bo'lmagan holatda bo'lishi kerak. Ya'ni samarali, yumshoq tozalaydigan PAFlar. Mana shular ro'yxatga keltirilganlar bo'lishi kerak va agressiv bo'lgan mana bu ro'yxatdagi vositalar bo'lmasligi kerak. Va to'rtinchisi, haddan tashqari ko'p tozalash. Yuzingizni bir necha marta kuniga yuvish. Bu teri baryerining buzilishiga va toshmalarning kuchayishiga sabab bo'ladi. 2 mahal, 1 mahal yuvish tavsiya beriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuvuvchi vosita pH teriga mos, teriga yaqin bo'lishi, yumshoq tozalashi va quritib tashlamasligi kerak. To'liqroq yana pastda qoldirdim. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.